Janob, mana hammasini cho'tki qilib mashinani shu yerga olib kelib qo'ydim. Bo'ldi, gap yo'q. Короче, endi rejamizni amalga oshiramiz. Qanaqa reja? Короче, Jo'xa bu mashinani topib oladi. Keyin mashinani haydaydi. Keyin avariya bo'ladi. Keyin esa avariya bo'lgandan keyin o'ladi va bu qishloqni biz egallab olamiz. Nahotki bitta avariya uchun biz 3 million dollarlik mashinani berib yuborsak, jinni, bu qishloq bilasanmi? Kamida 20 million dollarlik boylikka ega. O'shaning uchun bu mashina bizga jalka, tushundingmi? Hozir jalka emas, jalka debman. Короче, Jo'xa avariya bo'lishi kerak. Короче, ketdi, yur. O'zimiz tezroq ketaylik, tezroq kelib Jo'xa avariya bo'lsin. Xo'p. Bekor qilyapmiz-da. Laqillama ko'p. Xo'p. Voy, ertalab bo'lib ketibdi-ku, nima uxlab yotibman. Tak, turamiz birinchi joyimizda. Wow, ertalab dahshat mazali ob-havo bo'lyapti. Ertalabda menga o'qiyapti, qachon yomg'ir, qor yog'ar ekan. Mana shu qor kutyapman hammasini, qor bo'roni o'ynayotgan ob-havo bo'lardi. Tak, ertalabdan men doim qiladigan ishim YouTube kanalimga kirib obunachilarni tekshirmoqchiman. Yaxshi o'sish bor, 600-700 obunachi bo'lib qolibdi, lekin menga kamida 2000 obunachi kerak. Nimaga desanglar agar, chunki menga daromad uchun 2000-3000 obunachi kerak bo'ladi. Lekin sizlarga men hayronman, nimagadir 20 ming, 30 ming odam video ko'radi-da, atigi 600-700 obunachi bo'ladi. G'alati вообще. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Jigarlar, kanalga obuna bo'lmayapsizlar-ku. Nima aldaysizlar? Nima aldaysizlar? Obuna bo'lmayapsizlar-ku. Obuna bo'lish tugmasi turibdi pastda. Bitta bosasiz jigar. Ostda 3 ta kanal chiqadi. Obuna bo'lib qo'ysangiz sizdan nima ketdi, jigar? Obuna bo'ling tezroq, like bosib video oxirigacha ko'ring. Tamom, sizdan hech nima ketmaydi. Tak, bugun qishloqda eng katta qilayotgan ishim bu polizda ishlash. Doim o'z polizda ishlayman, jigar. Bilmayman nimaga bunaqa gapirib qoldim. Ana Instagram mashinani reklama qiladigan odam bor-ku. O'shanaqa bo'lib qolganman, bilmasam hamma gapga jigar deyotgan bo'lib qolibman. Короче, polizda ishlash. Polizga kirmasdan qanday qildim? Mayli. Qanday bo'lsa ham qildim-ku. Короче, bu yerda yig'ishtirib olish kerak asta-asta. Bugun hosil normal, unchalik kam emas, yetarlicha. Va yangicha qanaqadir biznes qilmasam bu polizdan olayotgan narsalar hech nima bo'lmayapti. Bilmadim nima qilsam ekan. Qishloqda qanaqadir avtoservis ochaymi? Avtoservis ochsam, mashina yo'q qishloqda. Nimani sozlayman? Avtoservisda birorta mashinani sozlasam ekan, avtoservis ochsam bo'ladi. Bilmadim, nimadir g'oya qilish kerak. Balki avtosalon ocharman. Avtosalon ochsam, o'sha servisni ochsam ham bo'ladi. Keyin avtosalonim bo'lgandan keyin bu yerga mashina kelib qoptimi? Kim mashina oldi? Mer oldimikan? Merda uyin oldida turibdi yoki men qishloqlar bittasi oldimi? Qanaqa mashina ekan hozir oldidan ko'ramiz. Men qiziqyapman to'g'risini aytsam. Tak, polizdoz hal qilib BMWmidi? BMWga o'xshar ekan. Bilmadim, hozir borib ko'ramiz. Lekin ko'rinishi BMWga o'xshar ekan, ya'ni M4 Competition'ga. Kimdir olgandir-da qishloqdan. Bilmadim kim olganini. Hozir qishloqlarni surishtirib bilamiz, qaysini qurbi yetibdi ekan BMW olishga. Har kim ham BMW ola olmaydi-da. Men BMW olish niyatim bor, lekin bilmadim qandaysiga olaman. Pul topish kerak, uchun juda ham ko'p pul topish kerak. Lekin orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas deyishadi-ku. Lekin orzu ham vahshiy gigant orzuda BMW olish. O'shaning uchun sal qiyinmi deyman-da, orzular orzuligicha qolmasligi. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin, hozir boramiz-da. Bilamiz kim olibdi bu mashina. Qulluq bo'lsin qilish kerak albatta. Sovg'a pog'a borish kerak, lekin sovg'aga pul yo'q-da, to'g'ri sovg'a berishga. Qani ko'ramiz. Rostdan ham BMW ekan, qaranglar. Dahshat-ku, takoy nomer ham yo'q. Yangi salafan pachka kiygan ekan. Dahshat-ku. Voy, mana qaranglar. Salon dahshat. Monitor вообще. Hozir qishloqlardan bilamiz kimniki ekan. Voy qishloq, qandaysan, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing ham yaxshimisan? Jo'xa, kel, nima gap? Ana BMW bor-ku. Turibdi ertalabdan beri. O'sha kimniki? Kim sotib olgan? Manimcha hech kimniki, o'zidan o'zi paydo bo'lib qolibdi. Kimnikiligini bilmadim. Merdan so'rab berib bersa kerak. Tushunarli. Brat, siz bilmaysizmi mana BMW kimnikiligini? Aytdik ana qishloq, uning egasi yo'q, kimdir tashlab ketibdi. Rostdanmi?
Da, rostdan egasi yo'q uni. Bilmadim kim buyoqqa tashlab ketgan, nima uchun tashlab ketgan o'rnisiga hozir hech kim bilmayapti. Lekin вообще g'alati. Lekin beva qimmat mashina. Kim ham ko'chaga tashlab ketardi bilmasam. Ha, tushunarli. Mayli, men borib merdan so'rab ko'ray. Tak. Ha, orqasidan o'tib ketsam hech nima qilmaydi. Tegmasam bo'ldi. Tegsam agar, titib qo'ysam agar milliard dollar turadi, bilmayman narxini. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Jo'xar, qaniysan? Ha, zo'r, rahmat. Mana ko'chadagi BMW sizdan emasmi? Qanaqa beva? Mana uyingizni biqinida BMW turibdi. Yo'q, qanaqa beva? BMW M4. Rostdanmi? Ha, rostdan siznikimi? Yo'q, meniki emas. Qishloqlar ham biznikimiz dedi. Egasi topilmayapti-ku. Demak, qonun qoidalarimizga asosan egasi yo'q narsa davlat mulki, ya'ni mani mulkim etib saylanadi. Qaysi qonunda yozilgan? Mana oldimdagi kitobga yozib qo'ygandim. Ha, siz yozgansiz bu qonunni. Ha, xuddi shunday. O'shaning uchun endi bu BMW menga tegishli. Hozir o'zimni nomimga rasmiylashtiraman. Senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Любой ishingizni ayting, bajaraman. Sizda endi BMW'ingiz bor, sizga paxta qo'yishimiz kerak-ku. Da, korotchi o'sha BMWga garaj qilish kerak uyimni yoniga. Hozir sen borasan-da, mashinani mayli haydab borishga ruxsat beraman. O'rmondan daraxt olib kelasan, tosh olib kelasan, korotchi zo'r qilib bitta garaj qurib berasan. Tushundingmi? Rahmat, haydashga berganingiz uchun bo'pti. Bu yaxshiligingizni umuman unutmayman. Do'stlar, umrimda birinchi marta BMW haydayman. Wow. Dahshatku. It bo'lib qurib tashlayapman birdaniga. Lekin вообще такой turibdi qarang. Wow, BMW. Dahshat, umrimda birinchi marta tapor bilan kirkani olish kerak. Mayli, o'sha yoqqacha ham BMW haydab bormoqchiman. Uyimga ham haydab boraman. Tak, qani. BMW jon, BMW jon. Voy, yurishini qaranglar. Voy, takoyku. Drift qilar ekan. To'xta. Men urib qo'ymasligimga nima bo'lsa ham. Tak, okey, bo'ldi, shu yerda tursin paka. Tak, voy, nima bo'ldi? Bu Minecraft bug-ku. Tak, ustidan ko'rdinglarmi qanday balandsagan ustiga o'tib ketdim. Tak, hozir taporim bilan kirka shart emas, daraxtni o'zidan qurmoqchiman. Janaqangi zo'r qurib tashlash shart emas. Sizlar nima deysizlar? Toshdan qurganim yaxshimi, daraxtdanmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Menimcha daraxtdan qurganim yaxshi, chunki yoki toshdan qurganim yaxshimikan. Toshdan bo'lsa baquvvat bo'ladi, sinmaydi, titilmaydi. Lekin mashinaga tosh tushib ketadigan bo'lsa, mashina pacha qilib qo'yadi. Daraxtdan bo'lsa, daraxt sinmaydi, tushib ketmaydi ustiga. O'shaning uchun men daraxtdan qurishni rejalashtiryapman. Daraxtni bilmam qayerdan olib kelsam bo'ladi. Tak, o'rmonni qaysi qismidan normalniy daraxtlarni yig'ishtirib kelsam bo'ladi. Menimcha mana shu to'g'ridan olib kelsam bo'ladi. Tak, asta. Okey, bo'ldi, всё. Ozroq haydab qo'yayda. Tak. Drift qaranglar. Vashshi dahshat drift qilar ekan. Bo'ldi, men shu yerga qo'yaman-da, hozir men daraxt yig'ishtirib kelaman. Bilmayman qancha daraxt ketadi. Menimcha juda ham ko'p daraxt ketsa kerak. Hozir men shu yerdan yig'ishtirib olamiz daraxtlarni. Endi mer BMWni haydashga berdi. O'shaning uchun aytganini qilib turib, mashinani haydab yuraverish kerak. Doim aytganini qilsam mashina beradiyanga o'xshayapti. Endi BMW haydayman deb hamma ishni ham qilavermayman, lekin ayrim-ayrimlarni mashinani haydab qilaveraman. Sizlarga ham mana shunaqa shans berilsa, ya'ni BMWni bersada haydashga ishlarni qildirsa, qilarmi deylar. Men biri most qilardim, most qilmasdim, lekin aniq bilmayman. Agar mashinadan tashqari pulni ham berishsa qilardim, to'g'risi. Lekin hozir pul bermaydi men, chunki qishlog'imizda pul hech qanaqa rol o'ynamaydi. Kimdadir pul bo'lgani bilan baribir bizning qishlog'imizda pul bilan muomala qilinmaydi. O'shaning uchun hech qanaqangi pulga ishlarim kelmaydi. Lekin pul haqiqiy hayotda kerak bo'ladi, chunki haqiqiy hayotda sizlarga tekin ishni mana hech kim bermaydi. Ammo bizning qishlog'imizda misol sabzi evaziga kartoshka, drift qaranglar. Sabzi evaziga kartoshka evaziga boshqa narsa berishadi. Juda ham ajoyib qishloqlar. Voy, asta haydash kerak. Urib olib turib, tag'in o'zimni sotib ham buni to'la olmasam kerak. Juda ham qimmat, $3 million tursa ham mashinani o'zi, endi zapchastini bilmayman qancha turadi. Tak, menimcha mana shu joyda normalni tursa kerak. Shu yerda quraman, garajni chotki qilib tak yopamiz. Birinchi daraxtlarni taxtaga aylantirib olish kerak. Keyin esa albatta bulardan garajni qurish kerak, qurilishini. Tak, hozir men bu yerdan oladigan bo'lsam, yo'q, unaqa qilmayman, boshqacha hozir chotkida keldi. Bratli, iltimos uzoqroq turinglar, men merda buyruqqa asosan BMWga garaj quryapman. Bo'pti, quraversiga tegmayapsiz-ku. Tegyapsiz, uzoqroq turing. Mana siqmayib, pavonasini ham mayli burilib bu yoqda aylanib o'taman. Bular gapirgan foydasi yo'q. Jikkiyar gapirib o'tirmang bularga. Короче, miyani qiynamaslik kerak bular gapirib. Men gapni eshitmaydi ham, eshitsam indamaydi. Вообще bezbet, yomon bezbet. Tak.
Ani ustini yopishimiz kerak. Mer qarab o'tiribdi, o'sha qanday quryapti ekan, jo'xa aldamayaptimi mani deb qarab o'tiribdi. Voy, mana qaranglar, qo'lim shunchalik qiyshiq bo'ladimi? Ha, mayli, nechio. Tak. Bilasizlar, men bitta narsani sizlardan so'ragandim, ya'ni survival hackerning videolariga o'xshagan video chiqarsam bo'ladimi, ko'rasizlarmi degandim. Lekin hali ham atvet qilganlaring yo'q. Qachon atvet qilasizlar bilmadim. O'shanga atvet qilib yuboringlar. Men o'shanga qarab turib, o'shanaqa videolar qilishni o'ylab ko'raman. Qoch, uzoqda o'yna, qoch. Asabimni buzmam, bu yerda garaj quryapman. Tak, o'shaning uchun orqa tomonni yopmoqchi edim. Mana qishloqlar bu yerda o'tib qaytaveradi, lekin janob mer bu yerdan kirib chiqishini o'ylayapman-da. O'sha kirib chiqishini o'ylagan holatda shunaqa qilyapman. Tak, bu tomonni ham shunday qilsak, obbo, shunchalik ham вообще qo'lim qiyshiq bo'ladimi? Ha, mayli, buni olib tashlash bez problem-ku. Tak, oldini orqasini yopaymi-kan? Hozir janob merdan so'rayman. Janob mer orqasini oldini yopaymi? Ha, albatta yop. Agar yopmasak qishloqlar buzib tashlaydi. Ha, tushunarli. Tak, oldini yopmaymiz, chunki oldini yopsak keyin mashina chiqib kirish degan narsani unutib qo'yadi. O'shaning uchun orqasini yopib qo'yamiz. Tak, voy, shu yerdan ham o'tib ketaman, qaranglar. To'liq yopmayman, lekin orqasini, tak, bitta deraza qoldirsammikan? Deraza qolsa kerak, adashmasam. Tak, yana bir qator chiqaraylik. O't olmaydi. O't olmaysanlar. Вообще. Mana chotki bo'ldi. Menimcha shu chiroyli turadi. Tak, oldiga eshik qilish kerak. Yo, shu yerda dakas yopaymikan? Kapot ochilib qolibdi. Voy, tegishga ozgina qolgan, ko'ryapsizlarmi? Juda ham xavfli. Bu mashinani agar buzib qo'yadigan bo'lsam dabdala. O'shaning uchun buzmaslikka harakat qilish kerak. Tak, janob mer, oldi ochiq qoldi darvoza uchun. Darvoza zakaz qilsangiz, keyin darvozangizni ham qo'yib beraman. Bo'ldi, borib dabingni ol. Erta-petda darvoza olib keltiraman, qo'yib berasan. Ha, bo'pti, mayli. Rahmat, Jo'xa. Arzimaydi, brat. Tak, o'sha big'vani o'zim o'zlashtirib olishim kerak edi, lekin o'zlashtira olmay qoldim. Nima qildi? Endi iloj yo'q, merga berib yubordik. Mer ham bizga qanaqadir foyda keltirsa kerak. Qocha, o'ldirib yuboraman senlarni. Buni qara. Egizaklar, men asabimga tegishmi, ikkalaringni ikki joyga o'ldirib ko'mib qo'yaman. Tushundinglarmi? Uzr.